Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarning shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'li Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men navbatda ota-onam uchun Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmdagi parlament binosining oldida namoyish qilayotganga bir oydan eshib ketdi. Bugun Teslaga 2021-yil 8-oyning 5-kuni payshanba. Ben növbette mening dadam Hamid Abdurahman ve apam Sadat Pavdun üçün guvalık vermekçi. Mening dadam Hamid Abdurahman 1954-yilda 5-ayning 20 gün tug'ilgan. Apam Sadat Pavdun bo'lsa 1956-yilda 8-ayning 21 gün tug'ilgan. Mening dadam Ili oblastlik pochtagraf idorasidan pensiyaga chiqqan. Mening apam Sadat Pavdun bo'lsa Ili qatnash idorasidan pensiyaga chiqqan. Bular 2017-yili 1-ayning 27-kuni sahar soat 9 atrofida Ili oblastlik bexatarlik saqlash tarafidan ochib ketilib, Bo'zlik turmaga akitilgan. Qonunsiz 2 yil tarbiyalashtirilgan. Undan keyin 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilib, undan keyin tog'alarimni chaqirtib 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Hozirgacha ağzaki hüküm bolsumu kuchga ega bo'lib, apam Bayondaydagi diviziyaning turmusida, dadam Ko'lasdagi turmada jazo muddatini o'tayotdi. Xitoy hukumati men sana shuni deyman, mening apam dadamniki hech qanday gunohi yo'q. Sen apam dadamni shaxsiz qo'yib berishing kerak. Bu birinchisi. Undan keyin sotning qarorida birinchi qarorda buning o'g'li Shvetsiyaga chiqib o'qishga chiqib, siyosiy panohlik tilab kelib qolgan, siyosiy harakatlarda bo'lgan degan. Xitoy hukumatiga bu yerdagi savol bu uchurlar nerdan kelgan? Bu uchurlar Shvetsiyadagi jasuslar demayman, bir dona o'zim taniydigan jasus orqali mening shaxsiy uchurim ketgan. Boshqalarning uchurisidan qayerdan qayerga chiqadi? Boshqalar qanday ziyonkashlik uchurdi? Men o to'g'risida nima qilib baxmadim, ammo ve men ve bir akamizningki mushundaq ziyonkashlik uchirganimiz faqat bir odam tufaylidan bo'ldi. Bu bir. Ananiki ikkinchisi bo'lsa, Xitoy hukumati mening apam dadamni Turkiyaga chiqqan, o'g'li bilan ko'rishgan debdi. Mening apam dadam Turkiyaga chiqqan bo'lsa, qochoq yo'l orqali chiqmagan. Ya'ni Xitoy hukumati o'zi taqatgan Xitoy pasporti orqali Turkiya Cumhuriyetininki shirkatli qonunli sayohat vizasini urib, onundan keyin men bilan ko'rishib, viza to'shishdan bir kun burun qaytib ketgan. Mening apam dadam xizmat ishlash jarayonida nihoyatda o'zlariga diqqat qilgan va shundaqla G'o'lji shahrining ichida bir insonlarga bir ziyon zahmat yetkazmay, nihoyatda bir tinch, madaniyatli o'tgan bir oila. Mening apam dadamniki hech qanday gunohi yo'q. Buningki dalili men Shvetsiyaga o'qishdan burun, chiqishdan burun men apam dadam ikki tarafniki butun tarixiy materiallarni hukumat tarafdan g'unjon qilib rasmiylashtirib, undan keyin men Beijingdagi Shved bosh konsullik bergan Urumchi voqeasidan keyin 8-oylarda o'qish vizam tushib, 8-oyning oxirlari chiqib ketgan. Shunday. Undan keyin qaysi kuni bir yerda bir yozim ko'rib qoldim. Meni shaxsiyatimga ozroq tegibdi. Meni Xitoy oshxonalarida tomoq yeydi, birisi bilan tijorat qilma deb, shunday ziyon tortib ketib bilib oldi. Nacharligidan qiz chiqmadi. Undaq degan. Birinchisi yegan, yemagan emas. Sushi yegan, do'stlarim bilan kirib yegan. Qaysi birisi yemaydi? Yemisimi qaysi birisi Xitoyning mag'zidan sirka olmaydi, famiyami olmaydi, dobanjang olmaydi. İkincisi, qilgan tijorat. Mendan boshqa shaklda oldi uni. Bir universitetga Xitoyninki akapti shaharga. Kartasiga 50 ming ko'yin ur, meningkiga Westernda ursak pul jiq chiqdi deb urg'izdi. Uningdiki o'zi xatolik qildi. Chiroyli akalarimizni tashkilotga o'tirib qo'yib baxdim. Anglamadi. Ayoli bilan yaxshi o'tadigan bir adimiz bor, taksichi, uni o'tirib qo'yib baxdim. Yana anglamadi. Qildim. Kuchim bor, olaman.
Chunki men o tijoratga o'zimning roziligi bilan kirmagan, u mendan qarz deb olib turgan. Men og'inam bo'lganligi uchunga men hujjat yozmagan. Undan keyin Turkiyada 2017-yilning beshidaroq 2016ning oxiri G'o'ljidan bir qiz bola keldi. Uydagilar tanishtirgan, ko'rashdik. Ketib qoldi. Lagerga kirib ketdi, chiqdi, to'y qilib ketdi. Hadisi boshqalar orqali debdi, bu ishlar aralashmasin bo'ldi, biz rozi deb. Men rozi bo'ldim. Baxtli bo'lsin, boshqalar bilan o'ssin. Chunki meyip dedim, haqni onu deb changish ketibsa, sen buni yozgan odam, bu Shvetsiyadagi odam. Yeping bo'lsa, o'tirg'i chiqib, men bilan yuz to'rani ekranda qil. Men bunda qarsam buningki opchishkur samsaqqa bakarak tekkatga o'xshaydi. Opchishkur samsaq. Sen 5 mollaringni yig'ishtirib ol, tushundingmi? Sen gaping bo'lsa, men bilan sotga chiq. Yo bo'lmasa, mening oldimga kelib, bir yerdan lokal olamsa, qil. Sening qilgan ishlaring, aytganlaring bakchiq. Sen komitetning nomida mashina olib, mashina setavatgan, bizning Uyg'uriston mashriqidan bergan pulni xashlayotgan. Uningdan keyin bir ish bo'lsa, xotiningni o'tirasiyaliklarning orasiga silib, pishtin taqatgan. Ha desa, cho'ng dadamni tillaysa, oqidan gapilsa, Dilshod Rashidni bir nima deysa, keyindan Dilshod Rashidningki doktorxonaga borsa, ammo ishtirang voqea. Uningdan keyin meni hayotida namoyishga chiqib boqmagan debdi u yozmada. Mabak bo'shab ketdi-ki, shuning bunda qo'yib berma. Men kelgandan boshlab Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi Dilshod Rashid apandimningki tavsiyasi bilan Shvetsiya Uyg'ur komitetiga kirib ishlagan. Men uning ichida ishlarni bilaman. Maynur xonim bor, Kurash Ko'samning kuyliq cho'ng Abchukuri bor, kichik Abchukur samsaq bor, cho'ng kichik deb ayiramiz. Qurvonjon bor, Erkin Akash bor, Vallimbeyda turgan o'tirasiyalik. Ben qaysi birisiga yomonlik qildim ishlarningki, qaysi birisining yeyotgan ninni pochilayotdim. Mana shu bu komitetda shu faqat zarba kelgan shu olib tushirsamsa shu kirgandan yo'q men bilan aytishgan. Meni mashrabga kelib tillagan, xoin deb meni ballag'i sisitgan mushu. Depos chiqsin. Ma'riftiklarni tillaysa, ular vatanliklar andaq desa sannalika o'zing oqsoqliq shoyago'y. Nervisiga tegib odamning o'zingning kap chiqishi qarab haqina va talatinga va go'y. Chiroyingga chiqib qasmoq chiroy yo'q ketsa. Yapang bo'lsa sotga chiq men bilan saqchiga da. Biz bir deyish baqayli, men bir ballarni yig'ay, biz datda hisob qo'ygan, hisob kitobatlarni qilib baqayli. Bak qonunga xilof sening ishlaring men sana deb qo'y tashkilotning nomidan xat chiqarib berib pul olgan. Tashkilotning nomidan o'zing bilasan-ku, mashinalarni ib setavatgan. Buningga nurg'un shohidlar bor. Men bilan haq paranglashgan chaqda bu to'g'risida ovoz qilib qo'ygan ishlarmi bor. Sen o'zingninki o'shqonlarni yig'ib shu men sana deb qo'yay. Seniki ichingga o'tib ketgan bo'lsa, boshqa hisobotni ichib, men qanday hisobotning nima shaklda yozyapti xatni men mandani bilib olaman. Mening akam damilish katta kelsin, men o'jimga hisobotlarni bir-birlab tashirib chiqaman. Mushu qarindoshlar. Undan keyin bo'lsa, yana birsi meningki ota-onamga bo'lgan suygimdan foydalanib, meni qaqsoq qilgan, meni oldigan, meni ishga samoqchi bo'lgan, meni jasuslik samoqchi bo'lgan adam. Undan keyin meningki moddiy buyumlarimni, pullarimni olgan, mana shunday oldigan odam bor. Bu Dunyo Uyg'ur qurultiyining a'zosi. Bu rost, buning dalil isbotlari bor. Senmi o'kini debsan, shunda so'zlab sarang bo'lib qoldi deb. Qani men qachongacha so'zlaysan, qachongacha bardoshlik berdi ekansan-kin. Men sanga vaqo qara, uyingning atrofini bir telefon bilan bo'lmasimi, bir 2 kunning ichida uyingning atrofini o'rab tashlab ketdim. Menga yaxshi niyatli kishilar sen buni unda qilsang bo'lmaydi. Ukam, aqlingni ishlat, cho'ngdadammi balam, aqlingizni ishirting. Buni qonun bilan sen chiqolmaysan. Sen birinchidan o'zingning nimaga chiqolmaydig'ingni o'zdan obdan bilasan. Yoki chiqqan kelsimi chiq. Nega chiqsang chiqmamsan. Shuningga qalaymiqan meningki nervamga tegadigan gaplarni qilmay, o'zingninki menga nima deganingni bilasan-ku sen, men senday.
O'tirib shu o'zingmi qurultaychilikka hech kimni yaratmaysa o'zingcha. Aka to'lqin aysa ishqinglarning qaysi kuchlik desam, o'tirib to'lqin kuchli bo'lgan bo'lsa, opstirmida o'lib ketamdi deb ashunchalik darajada gaplarni qilgansan. Bag'u qilmadan emas-ku biz iliqi yeb ichib o'tirib qolgan chog'da. Nuri Tulkarning Lavda deb yozgan xatini mana fikam Lavda deb yozdi. Nuri bilan Tulkar bilan to'lqin aysa favqulodda alohida munosabat yaqin, lekin bu yoqda manga qiladi deb. Yolg'on emas-ku, afandim. Bu narsalarni men ichimda to'qib chiqarib olmagandimi? Qancha to'qib chiqarib olsammi, Nuri Turkar bilan to'lqin esa o'zi biladi o'ziniki yaqinligim. Menga xiyolim kirib chiqmay yaqin bo'lamda, odat-odat bo'lamda, qudubaji bo'lamda, menga qiziqib, men sening degan gapingni davatni deydi. Hech kimni yaratmaysa, ana o'zing yolg'iz qolding, birsi masat qilaysan, masat pishirgan odaming yo'q, ishingni hal qilib bergan odam yo'q, ya hech kim o'tirga tushmaydi. Sen yaxshi bo'lgan bo'lsang, odamlar o'tirga tushdi. Fikam mashina manda qilayli deb. Yezayotganlar bor, fikam narsangni ilib, og'zingni yumsang olmamdi. Bo'ldi qilsang olmamdi. Hozir qurultayning ichida parakandichilik ko'p ketdi. Sening bir dastingdan davatganlar bor. Gap qilinglar qurultayning ichidagilar shunga. Sizlarmi bilib bo'libsizlar-ku kimligini? Ayta bo'zaq qildi meni. Sizlar bir xalqning ishini qilgan odam. Mishta odamlaringlar xalqni bo'zaq qilsa, sizlar qanday xalqdan foydalana olasizlar? Biz qanday sizlarning atrofingizga to'plashib bir ish qilamiz? Biz sizlar qanday ishimiz? Bizmi savol qo'yib boqayli. Men bugun bir chiroyli bir gap qilib boqay uni. Men bu qo'rqqanim yoki yana bir nima qilganim emas, men bir sizdan qo'rqib qolmayman. Men qo'rqsam bu yerga chiqib so'zlamayman bu narsalarni. Mening qo'limda azroq bir dalilim yoki bir narsam bo'lmaydigan bo'lsa-ku, meni WhatsApp to'plarida tilg'izib, bir yerlar yozg'izib, voy guppanchilar degan tushib qilatdi. Har kimning ko'ngli o'ziga ayon. İştanga chiqqan ko'ngilga tayinliq. To'g'ri? Aman burun aroq ichgan. Bo'pti, men ashta eskikanman, to'qinib po'qikanman, qizvali chiqmaydi ekanman. Nim bo'pti? To'y qilamdim, qilmamdim shaxsiy ism. U narsalarni u yerlarda yezib nima ish qilasan, nima foydaga erishalaysan? U ism, familiyasi yo'q, tunugin kelib Facebook ochganlar, unda sen tillasan, kallangni ishiltish qara. Sen o'zingning meni oqlab chiqayotganingning ifodasi va namoyandasi bo'lib qoladi. No'chosan kimliging bilan ekran yuziga chiqayli. Oy ekronga chiqib so'zlang desa, ajoyib so'zlab tushuntirib ketishlar. Iliq Mehmet To'xta afandim iliq yujingdan yegan tilinglarni chiroyli hal berib ajoyib oqlab ketdinglar. Akatdinglar Kanadada shuncha Uyg'urlarning, Turkiyada shuncha Uyg'urlarning uchurini hech bir tal Uyg'urning Kanadaga borgani yo'q. O'zinglarning urug' tuqqanlari, o'zinglarning foyda manfaati bo'lsa, shu Ukraina orqali toza akib olasizlar. Şirketinglardan viza chiqarib toza akitisizlar. Qolgan qarindoshlarimiz qarindosh emasmi Turkiyadagi? Uningdagi menga tunugim birsi, siz nima deb mushlavlarni ichsiz, mushu qarilarga, Suriyaga odam saqallarga ma'rif tegish qilmaysiz, boshqalarga tegish qil. Ma'rif bilan nima ishim bor meniki? Men bu Uydaytulloh G'uzxonningki yoki O'lmalar birligidagi Akbar Damolloningki bir kotibi bo'lmasam, mening nima ishim bor? Meni qo'ygan odam qurultaydagi odam tutsa, men shuni tutaman. Men nima deb boshqa kanallarga kirib ketaman? Men kirmayman. Shaytonlar to'l o'tirliq o'silishma. Men u ma'rif to'g'rilikni tushunmayman, aralashqimni kelmaydi. Bu Suriyaga kim saqan bo'lsa, shuning balasini Xudoyim bersin. Meni qo'ldirlatgan, mening ota-onamningki 1,5 yil vaqtida o'tkazib o'tgan. Men bu odam bilan kirishiman. Nima deb medialardan to'xtatib qo'ydi meni? Nima deb shunday yaxshi mengayotgan narsani qaynayotgan qaynoq suv besib qo'ydi, suvoq suv qo'yib qo'ydi. Men bu shularga kirishiman. Mening nima ishim bor ular bilan? Menga tegmasa ya ular. O kim xatolik qilgan bo'lsa, o'zi beradi uning jazosini. Menga nisbatan menda ochiq dalil isbot bor. Men buning bilan yurgan, men bilaman buni. Shuning uchun men buningga yurish qilaman. O Shvetsiya Uyg'ur komitetining ba'zimi emas, shu bir Abdushukur Samsaq o men qilgan, men bilaman. Shuningga hisob kitobdan chiqib olaman. Qo'rqmayman. Unda xotinni ilib, yana bir necha xotinlarni ilib, meni cho'ng dadamning uyiga berib qilib ketganlari,
Nima haqqing var meni cho'ng dadamni uyga berib, cho'ng dadam bilan nima ishi bor bu ishlarning nima aloqasi bor cho'ng dadam o'rgatmasa ya? O'zan kelmamsan mening oldimga. Voy mafiyalar navbatma, yo putingni chaqtirib o'tma, iyice qizg'ulchilik degan deyla qopib ko'rsamsaqni xotini. Ada 2014 degan bitingiz 2015 6 yilda saqlab o'tirman mafiyaningizni. Shuningga o'zinglarni sal besvelinglar. Qancha meni ash tadilsanglar shuncha chiqadi. Men chiqiraverib bo'shab ketdi. Shunday gap qarindoshlar, o'zinglarningki aningdan keyin mavu xalqarалық jinoiy ishlar sotiga masalan xudo yer qilayotgan ovoz qo'shayli, iqtisodiy yordam beringlar degan gap yo'q bu yerda. Juma qarindoshlar. Haqiqiy kirkatganlar apang dadanglarningki shunfinjong nomerisini, ism familiyasini to'liq berib, mushta ish bo'ldi deb yo'shirin holatda berib qo'ysanglarmi, dunyo vaziyati o'zgarishyotdi. Ertaga ocharchilik yuz berishi mumkin, tabiiy ofatlar ko'p bo'lib ketpardi. Dunyo urush mazgili kirishi mumkin. Qandalam hozir so'roq munosabatlar urush bo'lamdi. Bo'p bo'ldi allaqachon pul urushi degandek. Men bundan narsa demasam sizlarmi? Bo'lsa YouTube'da ko'rsizlar. Ertaga vatanimiz ozod bo'lib qolsa, keladigan to'lam oilangizga yoki keladigan imtiyozlar bor, undan qurib qolmang. Hamda Londonlik sotqa bersanglar, o'zinglarning ishi ham uning bir natijasi yo'qli bir narsa hamda. Onunğa bəsənlər şu yerdə qeyb qalıyanmısı, apang dadanglarni TV'de ko'risizlar, shu bo'ldi, shuning bilan yotqanlar bekor ketamda. Har bir turmada o'tgan dafsandalarga qon yoshlar nimaga yatdi yoshlar ya qarindoshlar, otanimiz nimaga yatdi bizniki? Hech gunoh yo'q ham ishlarningki. Yolqin ro'z nimaga yetyapti? Boylarimiz nimaga yetyapti? Yaxshi qaraqilarimiz to'ylarda nikoh o'qiydigan, yaxshi tarbiya beradigan ashlarning nima gunohi bor? Hechtimdan yetyapti. Suyimli xalqimizga yuz kelaydigan ishlarni qilayli, ozroq o'yg'onayli. Sizning bir ota-onangizning ishini hal qilganingiz yoki berganingiz ko'pchilikningki. Mening sizlarga bundoq nima qilgan nimam yo'q. Men kechikib chiqdim. Meningmi urug' tuqqanlarim bosirib kelgan, qo'rqqan, chunki bunday ish tuyuqsizlik bizning bir oilaga emas, hamma oilaga o'nki bishlarimiz qo'rqib ketdi. Lekin aktivizmlar Ronaldo yaxshi qildi. Yaxshi Xitoyning jinoyati Mike Pompeo apandim erkak qirg'inchilikda bekitib chiqdi. Rahmat Amerika hukumatiga, Pompeo apandimga, Trump hukumatiga rahmat. Uningdan keyin shu qirg'inchilikni noyati vahshiy qirg'inchilik Xitoy bizni nima qilyotdi, qiryotdi deb yana shu Xitoyni oqlab qilib qilmoqchi bo'lib tirishib ketib qolganlar bor. Hatto shu hukumatdagilarni chiqarib qo'ydi. Dolqinayib Said apandimninki ba'zi bir ishlatgan so'z iboralarini qarab turib bizni MTT qilyotdi. Qarindoshlar, mushlar qarab turib bizni chap ketib bordi. Bularningki uydagilar kirmasa, TV'da ko'radigan tutsa, bularga artist tutsa, bularning ichidan chiqqanda ondan az qaynab. Har bir yurtdagilar Qashqa, Xotan, G'ulja, Qarmay, Cho'chak, Urumchi, Oqsu biz shu yurtlarning neni yap, shu mahallalarda, shu ko'chalarda o'ynab, shu buvilarimizningki, shu suyimli qarindoshlarimizning orasida cho'ng'igan. Hamda biz azroq ko'zimiz ichilib qilib, azroq kunimiz yaxshi bo'lib qilib, boshqalarni unutib qolsak bo'lamda. Yo'shirin holatda qisingizmi bo'ladi, ochiq oshkoralar chiqsangizmi bo'ladi, ammo odam tillamang. Mengo tillaganga xiyolim kirib chiqmaydi. Bu desam deyishmamsa, mening xiyolim kirib chiqqanda men faqat radioga so'z berib qo'ydim. Shunday qilish orqali o'zingning tasdig'ini isbotlaysa, kontoringninki, hisobot kontoringning aniq emas. Azroq mana nomus so'jayirimiz nima qilsin? Aslida biz parlamentning oldida turishimiz kerak. Bo'pti, hozirgi nima? Semestr vaqti. Yo'q buning ichida odamlar. Men bu yerga chiqib tug'unim bilan men kameraga tushimay yoki boshqa bir odamlarning kimda meni kuzatib odamlarni men bilaman. Meni qo'llayotgan laba men shular degan gapim bo'yicha men buni
Ben shanba yakshanbada qizil kun bayram demayman chiqaman degan uchimga og'zimga lavzim bilan kamera birga to'g'ri kelsin deb men nima qilmayapman. Bir kun nima qo'yib qo'ymayapman. Chunki biz samimiyligimizni ifodalashimiz kerak. Shuningga qarindoshlar, mushu irqiy qirg'inchilikniki mushu xalqaro sotiga bak aktiv ovoz qo'shayli. Maxfiy bersanglarmi bo'ladi. Bir kunlarda cho'qim uydagilarga mushu o'tag'an aka-sing'illaringlarga, ota-onalaringlarga o'zimiz dunyodan ketib qolsakmi, balkim dunyoninki tarozi adil bir kunlarda balkim shularga bir to'lam yoki bir yaxshiliklar kelib qolishi mumkin. Sizning shu kichkina hozir chechib qo'ygan yaxshilik urqingiz ertaga ko'klab, biqsirib avlodlaringizga soya bo'lishi mumkin. Shunga qarindoshlar, mana ishni hargiz kichik ko'mayli, o'zimizni o'zimiz aldaydigan ishni qilmayli. Men garchi kechikib chiqqan bo'lsam-mu, meningki dedimga, işte meni 1,5 yil ashta bo'lgan, bu rost. Men nima qilaman bo'lmas bekam bu yerga chiqib bu avara o'zimni o'zim bular bilan urushib, o'zimga o'zim nima qilib psixikamni buzib, yana bir narsamni bular bilan urushib, achchig'imni keltirib. Chunki bu bir kurash. Buni davomlashtirish kerak. Shu. Ashunda. Qarindoshlar, uyg'onayli. Azroq bo'lsa-mu, bunda bir vijdoniy burchimizni ado qilaylik. Bo'pti o'ylaqa. Chiqmaganlar, masalan, uydagilar kirmaganlar, chiqmasanglarmi bo'ladi. Shart emas. Chunki bir Uyg'urni o'smi vatanni saqlab kelishimiz kerak. Bir so'smi vatanni tuproqni ustida turib turish kerak. Hammasi yaxshi kun ko'rish kerak. Ammo kirkatganlar, qarindoshlar, bakchiq Yevropada bo'lamdi, yana boshqa yerlarda bo'lamdi. Chiqib biz dergani qilayli ashlarninki. Hargiz ashlarni bir iliqi beguna yatmasin. Hech qanday bir iliqi ashlarga bir iliqi mush dunyodan ketib qolsa-mu bir ko'zi ochiq holat ketmasin. Mishlarga egi chiqayli. Qarindoshlar, xoyillarga yo'q deyishimizni bilayli. Sog'liq Xudoyordek, Dilyar Musaboyevdek yoshlar chiqyotidi. Bularninki nimalarga qilayotgan ishlarimda zang salayli. Cho'nglarning qilayotgan ish bilan selishtirayli, numur qo'yib chiqayli. Nima uchun degan savolni kallamizga qo'yayli. O to'qqichi bo'lashgandek bo'lishi ekansizlar. Ba'zilar menga yozib ketdi ayrim xonada. Voy jinim ukam, alomat yo'q so'zlayapsiz. Zodi mushu xalqninki ichidikini qiladi ekansiz. Voy, senmi so'zilsang bo'ladi. So'zlamasangmi uni tashlab et, yetimolat qo'yib qo'y. Senim bizni qancha yetimolat qo'yimiz deb tirishib bular nacharliklarni qilmagan. So'rindan qoladi ekanmiz, u yerdan qoladi ekan, so'rindan o'ynayringlar berib. Shunday gap. Shu. Men boshqa temalarda atgan yana bir so'zlayman. Bo'pti, qarindoshlar, amsa omon bo'linglar.